Shu telefon chiqdi, balo chiqdi. Bukur bo'lib qolasan bunaqa ketishda. Tekis o'tiring. Farzandlaringizni suyaklari mo'rt, tobora bukchayib boryapti va qaddi qomati qiyshayib ketyaptimi? Bilingki, sizni farzandingiz organizmiga kalsiy D3 vitamini juda ham zarur. Chunki hozirning o'zidayoq buni bartaraf etmasangiz, keyinchalik yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Farzandingizga qanday kalsiy D3 mahsulotini berishni bilmayapsizmi? Unda marhamat, men sizlarga ona sifatida Bonni kalsiy D3 mahsulotini tavsiya etaman. Bonni kalsiy D3 mahsuloti tarkibi tabiiy noyob komponentlarga boy bo'lib, farzandingizni organizmini kalsiy, D3 va C vitamini bilan to'yintiradi. Natijada farzandingizning immuniteti mustahkam, sochlari, tishlari, suyaklari mustahkam bo'ladi va farzandingizni qaddi qomati chiroyli bo'lib, bo'ylari uzun bo'ladi. Sizga Bonni kalsiy D3 mahsuloti haqida batafsil ma'lumot va bepul konsultatsiya kerakmi? Unda hozirning o'zidayoq izohlarda Bonni so'zini yozib qoldiring.